Yurtimizda kechalari 15 darajagacha sovuq bo'lishi kutilmoqda. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabar barcha fuqarolarga tezda yetib borishi uchun video ostiga like bosing. Like bosgan qo'lingiz dard ko'rmasin. 5-yanvar kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotlari e'lon qilindi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi kutilmoqda. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 5-10 daraja sovuq, Ustyurtda esa 11-13 daraja sovuq. Kunduz kuni 2 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi kutilmoqda. Kechasi 0.5 daraja sovuq, kunduz kuni 3-8 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi kutilmoqda. Kechasi 3 daraja sovuq, kunduz kuni 2-8 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi kutilmoqda. Kechasi 2 daraja sovuq, kunduz kuni 4-9 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi kutilmoqda. Kechasi 2 daraja sovuq, kunduz kuni 2-8 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushib, qor ko'chish xavfi e'lon qilinmoqda. O'zingiz va oilangizni asrang.